5 minut ichida A plus B ning 10 darajasini ochib chiqishlikni o'rganishni xohlaysizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Men hozir sizlarga 5 daqiqa ichida A plus B ning 10 darajasini ochishlikni o'rgataman. Buning uchun bizga Pascal uchburchagi yordamga keladi. Birinchi navbatda 1 ni yozib olamiz uchburchakning tepasiga. Endi 1 2 1. Diqqat bilan e'tibor beramiz. Boshiga 1 ni yozamiz, keyin 1 ga 2 ni qo'shib 3 ni yozamiz, 2 ga 1 ni qo'shib yana 3 yozamiz va 1 ning o'zini yozamiz. Ketma-ket qo'shib ketaveramiz. Xo'p, boshiga 1 yozamiz, keyin 1 ga 3 ni qo'shamiz 4, 4 yozamiz, 3 ga 3 ni qo'shamiz, demak 6, 6 ni yozamiz, 3 ga 1 ni qo'shamiz 4 va 1 ning o'zi yana. Xo'p, keyin navbatda boshiga yana 1 ni yozaman, 1 ga 4 ni qo'shaman 5, 4 ga 6 ni qo'shaman 10, 6 ga 4 qo'shaman yana 10, 4 ga 1 ni qo'shaman 5 va 1 ning o'zi. Mana shu joyigacha hisoblashligim yetarli bo'ladi. Xo'p, endi A plus B ning 10-sini yoyib chiqamiz. Birinchi navbatda biz A plus B ning kvadratini yoyishlikni o'rganishligimiz kerak mana shu Pascal uchburchagi bo'yicha. Diqqat bilan e'tibor beramiz. A plus B ning qavs kvadrati mana shuni men Pascal uchburchagi bo'yicha yoyishligim kerak. Uning uchun nima qilaman? Birinchi navbatda mana birinchisining darajasiga yozib olaman. A ning kvadrati plyusdan endi qaraymiz. Mana bu turgan 1, bu birinchi hadining oldidagi koeffitsient hisoblanadi. Mana bu 2, o'rtadagi 2 A B ikkalangani bor-ku, A B o'shaning oldidagi koeffitsient hisoblanadi. Demak 2 A B plyusdan mana bu demak birimiz nima bo'lar ekan? B ning oldidagi koeffitsient hisoblanar ekan. Xo'p, A ning darajasi mana bu darajasi necha bo'ladigan bo'lsa shu ko'rinishda yozib olinadi. Mana birinchi. A ning darajasi har bir hadida bitta-bitta kamayib boradi. B ning darajasi har bir hadida bitta-bitta oshib boradi. Mana birinchisi mana A ning kvadrati, keyin A ning birinchisi, A ning nollinchisi mana. B niki ham xuddi shunday. B ning nollinchisi, B ning birinchisi, B ning kvadrati. Xulosa A bilan B ning darajasi har bitta koeffitsiyentida yig'indisi mana bu daraja necha bo'ladigan bo'lsa o'shani berish kerak. Mana A ning kvadrati, B ning nollinchisi. Demak qo'shsak 2 ni beradi. A ning birinchisi, B ning birinchisi qo'shsak 2 ni beradi. B ning kvadrati A ning nollinchisi demak qo'shsak 2 ni beradi. A plus B ning kubini yoyamiz. A plus B ning kubi. Teng A ning darajasi nima bo'lsa birinchi shu yozilar ekan. Mana bu daraja A ning kubi yozdim. Demak, birinchi koeffitsient nima? Birinchi koeffitsient 1 bo'lgani uchun buning oldida koeffitsient ham xuddi 1 bo'ladi. Plyusdan qaraymiz endi. Mana bu koeffitsient, ya'ni ikkinchi koeffitsient oldi nima? Ikkinchi koeffitsient oldi 3 bo'lyapti. Demak, 3 yozaman. 3 yozaman. A ning darajasi bitta pasayadi, ya'ni A ning kubi bo'ladigan bo'lsa, bitta pasayib A ning kvadrati bo'ladi va ikkalasining A bilan B ning darajasi nimani berish kerak? 3 ni berish kerak. Mana bu darajani berishim kerak-ku. O'shaning uchun B ning darajasiga 1 yozaman. Plyusdan endi ikkinchi koeffitsient yozib bo'ldim. 3 ni qarayman. 3-koeffitsentim oldi nima? 3 mi? 3 ni yozaman. Demak, A ning darajasi yana bitta pasayadi, ya'ni A ning birinchisi bo'ladi. B ning darajasi bitta ko'tariladidagi B ning kvadrati bo'ladi. Plyusdan qaraymiz endi. Mana bu koeffitsient oldi nima bo'lyapti? 1 bo'lyapti. Shuning uchun 1 ni yozish shart emas. B ning kubi bo'ladi. Chunki B ning darajasi yana bitta oshadi, B ning kubi bo'lib qoladi. A ning darajasi yana bitta kamayib, A ning nollinchisi bo'lib qoladi. Xo'p. Pascal uchburchagi bo'yicha yoyishlik tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi 10-darajani shu ko'rinishda yoyib chiqamiz. Xo'p. Birinchi navbatda men A ning 10-darajasi ko'rinishda yozib olishligim kerak. A ning 10-darajasi plyusdan. Endi e'tibor beraman. Ikkinchi koeffitsient oldi 10 bo'lganligi uchun ikkinchi koeffitsient oldiga, ikkinchi had oldiga 10 yozaman. 10 ni. Xo'p. Endi A ning darajasi bitta pasayar ekan, B ning darajasi bitta ko'tarilar ekan. Mana bu ikkalasining darajasi yig'indisi mana bu dastlabki darajani berishlik kerak. Plyusdan endi 3-had oldiga qarayman. 3-had oldi 45 mi? 45 ni yozib olaman. A ning darajasi yana bitta pasayadi, A ning 8-inchisi bo'ladi, B ning darajasi bitta ko'tarilib, B ning kvadrati bo'ladi. Ikkalasining e'tibor beradigan bo'lsak, darajalar yig'indisi 10 ni beryapti mana. Hamma hadida 10 ni berishligi shart va majbur. Plyusdan demak 120. A ning darajasi yana bitta pasayadi, A ning 7-inchisi, B ning kubi bo'ladi. Plyusdan 210. A ning darajasi yana bitta pasayadi, A ning 6-darajasi bo'ladi, B ning 4-darajasi bo'ladi. Plyusdan davom ettiradigan bo'lsak 252. A ning darajasi yana bitta pasayadigan bo'lsa, A ning 5-inchisi bo'ladi va B ning ham 5-inchisi bo'ladi. Plyusdan bo'ladi 210, mana 210 koeffitsiyentni yozib oldim. A ning darajasi yana bitta pasayadi, A ning 4-inchisi bo'ladi, B ning 6-inchisi bo'ladi. Plyusdan mana 120 ga keldik demak. 120.
A'ning darajasi yana bitta pasayadi. A'ning kubi bo'ladi, B'ning 7-si bo'ladi. Plyusdan 45. A'ning darajasi yana bitta pasayadi. A'ning kvadrati bo'ladi, B'ning 8-darajasi bo'ladi. Plyusdan 10. 10. A'ning darajasi bitta pasayadi. A'ning 1-si bo'ladi, B'ning 9-si bo'ladi. Va plyusdan, demak, oxirgisiga e'tibor beradigan bo'lsak, 1 bo'lyapti mana. B'ning 10-darajasi bo'ladi. Paskal uchburchagi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Botirbek Hamrayev